alaykum vatandoshlar. Rossiya davlatidan O'zbekistonga, Moskvadan Toshkentga ketmoqchi bo'lsanglar, komfort avtobuslarimiz faqat sizlar uchun. Aziz vatandoshlar, ko'rib turganingizdek, biz avtobuslarimizni ozgina qisqacha ma'lumotlarni sizga berib o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, avtobuslarimiz 51 ta mesta bo'lib, oshcha odam olinmaydi. Chunki bu Pamesdan bilet orqali yuriladigan avtobuslarimiz. Avtobuslarimiz sharoitiga kelib o'tadigan bo'lsak, issiq sovuq suv kullerlar. Barcha sidinaning orqasi zaryadchi ustroystolarga ega avtobuslarimiz. GPS onlayn kameraga ega nazorat kameralarimiz, ikkita katta monitorlarimiz, zarurat xonalarimiz, barcha sharoitlarga ega. Sidinalarimiz 30% yotadi, 20% ga chiqadi. Azizlar, bemalol kelib, katta hojonalar ham kelib ko'rib ketishi mumkin. Azizlar, ketishi mumkin. Yosh bolasi bor oilalilarga, yosh bolalarga 50% chegirmalarimizga ega. Yuklarimiz mutlaqo tekin, xohlagancha o'zingiz bilan so'mkalaringizni olib ketishingiz mumkin. Primoy Moskva Metrogotsenika avtovokzalidan Toshkent Abu Sahiy masjidining oldi Abu Sahiy avtovokzaliga Primoy avtobuslarimiz boradi. Azizlar, ekranda nomerlarni qoldirib o'tganmiz. WhatsApp, Telegramlarimiz ishlayapti. Pasportlar tashab ketishlardan bir kun oldin pasportlar tashab, onlayn tarzda joylarda bron qilsanglar ham bo'ladi. Azizlar, kelib o'tirishlar shart emas. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.